Diagnostika va davolash standartiga amal qilinmayaptimi xususiy klinikalarda degan savol tug'iladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan, keyin xalqaro tibbiy ekspertlar tomonidan har bir kasalliklar uchun e'tibor qiling. Ishlab chiqilgan diagnostika va davolash standartlari bor. Hamma klinikalarda ham shunga amal qilinyapti deb ayta olmayman. Çünkü men bilaman, faktlar bor, shundoq deylik, nevrozda, oddiy nevroz kasalligida. Bemor shikoyatlariga qarab tashxis qo'ysa bo'ladigan nevroz kasalligiga standart bo'yicha, masalan, umumiy qon analizi, sidik analizi, nari bo'lsa E'ga qilsa yetadi. 3 ta tekshiruv. Bizda nima bo'ladi? Nevroz tashxisini qo'yadi. So'z orqali qo'ysa bo'ladigan, psixodiagnostika orqali qo'ysa bo'ladigan tashxisni 6 ta, 7 ta, ba'zan 10 ta analiz yozib tashlaydi. Analizda baribir norma chiqadi. Nega? Ming afsuski, xalqimiz buni biladi, ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqib ketdi. Bonus tizimi. Bonus tizimi. Ya'ni 100 ming so'mlik analiz yozsa, 60 ming so'mi o'sha laboratoriyaga qoladi, 40 ming so'mini bonus sifatida beradi. Shuni orqasidan quvib keldi-kelmadi analizlar. Meni yaqinda qo'limga kelib tushdi. Professor konsultatsiyasi narxi qimmat emas. Normalni qo'yganligidaqa boshqa klinikada solishtirsangiz, analizini ko'rsangiz, men shogirdim hisobladi 7-8 barobar qimmat analizni yozib tashlagan. Diagnoz disirkulator ensefalopatiya. Ya'ni bosh miyada qon aylanishini surunkali buzilishi. Bemor 45 mi 46 yoshda. Nima qilish kerak edi? Mayli umumiy qon analizi, koagulogramma, lipid spektr, Doppler qism, mayli EKG ham 5 ta analiz yetardi. Juda ko'p analiz. Keyin ikkinchi borganida 3 oydan keyin yana nimalar. Bitta shundoq ko'rinib turibdi. Men u professor, malakali professor. Diagnoz qo'ya oladi, disirkulator ensefalopatiya diagnozini bemalol magistraturani tugatgan nevrolog ham qo'ya oladi. Savol tug'iladi, nega shuncha analiz? Yoki MRT. Men 10 yil oldin bir tekshiruv o'tkaztirdim. Shogirdimga topshiriq berdim. Qani MRTga yuborilgan bemorlarni miyasidan o'smami, kistami chiqdimi, 100 tagacha analiz qilib bor dedim. Hali cherpma davleniyani qilganimdek. 100 ta MRT kelgandan keyin menga ko'rsatasan dedim. 10 yil oldin. 100 ta bemorga MRT qilingan. Bor yo'g'i 30 ta bemorda miyada patologiya chiqqan. 70 ta holatda norma. Nega? Yana savol tug'ilishi mumkin. Domla o'sha gumonsiragandir. Tashxis qo'yishga qiynalgandir. Mayli 35 holatda qiynaldi deylik. Bosh miyada kista bo'lsa, o'sma, qana nima o'sayotgan bo'lsa, bolg'achlar bilan tekshirganda nevrologik aniqlansa bo'ladigan holatlar juda ko'p. Shundoq bilinib turibdi-da, baribir bilasiz-ku. MRT shart bo'lmagan yuborilgan. Xohlagan joyga MRTga yuboring, bonus beriladi. Marhamat, mana laboratoriyam bor. Hozir mana kirib, jurnalni ham ochib qarashingiz mumkin. Masalan, mumkin 37 tami, 39 ta kasal ko'rdim. 3 tami 4 ta odamga analiz yozdim. Lekin standart bo'yicha doktorga kirgan bemorlarga Minzrab talab bo'yicha umumiy qon analizi, sidik analizi agar 50 dan oshgan bo'lsa, 40 dan oshgan bo'lsa EKG qilinishi kerak. Bundoq qaraganda. Lekin EKG qilsa baribir toza chiqishini bilsangiz, qon bosimi yaxshi bo'lsa, analiz qilsangiz baribir toza chiqishini bilsangiz shart emas. Shuning uchun hurmatli shifokorlar, men nafaqat xususiy klinikalarda, davlat klinikalarida ham, ayniqsa bolalar keladi, men yig'lab o'tiradi. 5 ta 6 talab haligi ko'rsatkich uchun analiz olishadi. Rahmim kelib ketadi. Mana shu narsani bir o'ylab ish qilinglar, chunki odamlarga ham oson emas.